Assalomu alaykum barchaga. Xo'p, Zikr 001 Restyling 2024-yil mashinasini prям absolyutni hamma kerakli ishlarni qilib berganmiz. Xo'p, radiator, setka, 4 ta ballonning orqasiga brizgavik kuzovga toshlarni otib rosa vaqt tashlamasligi uchun. Undan tashqari lipet nakladkalarni qilib berganmiz. Kapotdagi setkalarni qo'yib berganmiz. Xo'p, bokovoylariga mana shunaqa BMW dizayndagi mana shunaqa nakladkalarni yana yetib kelgan. Mashinaning vidini ham ancha ochib qo'yadi. Xo'p, undan tashqari vetraviklarni yopishtirib berganmiz. Ko'rib turganingizdek, eshik ochilishlari, xudo xolasa yopirishlariga ham umuman xalaqit bermaydi. Xo'p, mana shu orqa loberlarni yopishtirib berganmiz. Undan tashqari pedal nakladkalarni qo'yib berganmiz. Bar tegi organizer, podstakannik, hop, MagSafe nakladka, bar ichiga organizer qilib berganmiz. Hop, hamma multimedialarga protsvidaniy stiklo zashitalarini yopishtirib berganmiz. Kojniy rul terlashlari bor, manevr paytida sirg'anib ketish ehtimollari juda katta bo'lgani uchun mana shunaqa zamshiviy nakladkalarni qilib berganmiz. Hop, remen переходникlarni qilib berganmiz. Undan tashqari ikkita oldilariga hop, mana shunaqa ochki держателlardan ham qo'yib berganmiz. Zikrovskiy bo'ladi. Hop, shopur va passajirlar uchun mana shunaqa perforatsiyali bo'yin yostiqlardan ham qo'yib berganmiz akamizlarga. Hop, mana eshik ochilishlari yu yopilishlariga vetraviklarimiz umuman xalaqit bermaydi. Hop, original осветительlardan ham qo'yib berganmiz. Hidlari takoy приятный bo'lib hidi chiqib turadi. Zaryadning portlariga zagloshkalardan ham qo'yib berganmiz. Hop, undan tashqari bagaj polik bemalol mana shu ruchkalardan foydalansak bo'ladigan variantlari. Hop, bagajlariga setka qo'yib berganmiz. O'zini radnoy kurchoklariga surovka qilinadi. Hop, va albatta bilasizlar, eng kaprizli salonlardan bittasi bo'lgani uchun salonlariga mana shunaqa ximikatlardan ham qilib berganmiz. Agarda sizlarga ham shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Zikr marketga murojaat qilasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.